Shuni Muzaffar. Nima deymiz endi? Eronga borgan tashrifimiz bizga foyda keltirsa keltirdi, ziyon keltirmadi. Sababi biz qo'yayotgan ekan. Ochiq yo'q. Uyquda 10 sentrga oshyapti. Men o'tgan yil yana may oydan keyin bordik-ku, zarbilarni kech kelganmiz, keyin oldi, undan keyin aytdi, aka shunaqa Eronga tashrif boshladi. Shunaqa kech bildik. Kech bilib keyin u yerdan kelib, Erondan qaytib kelib, yoz oylarida uydan o'rgangan narsalarni xatoyimni to'g'rilab turib 10 sentrga oshdi. Agar bahordan borib o'sha Erondagi hali baliq o'tayotgan joylarni ko'rib, tajribani bahordan bo'lganda men Bo'layotganda bu yil kamida 20% ga 20 sentga qo'shilgan bo'lardi. Ma'lumotlar aytganlari noldan, suvni to'ldirishdan, Ohay bilan, ana shunaqa tajriba bilan yerda quyoshga to'yintirib, shoshilmay chiroyli ishlaganda kamushkalarni обязательно o'sha Shandurani kelib turibdi-ku. Kallam kirmagan joyda Shandurani 20 baliq bitta o'lishga boshladi. Oq balig'im kuniga 140 ta, 150 ta, 140 ta, 150 ta o'laverdi. Aybini topa olmaydi. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Oxiri yemlarni to'xtatdik, suvni katta ochdik, chiquvchini aldima qildik, oqladik, boshqa qildik. Suvni tozalab oldik. Ungacha biz hech bo'lmaganda bir 100 millionga ziyon qildik bitta ko'limizdan. O'shaning orqasidan, ana shu oddiy suv kiradigan joyga karmushkan qo'yganimiz bor. Harakat qilish kerak ekan. O'zimiz aqlli bo'lmasligimiz kerak ekan. Boshida men aqlli bo'lganman-da. Men birinchi yil ko'l qilganimda ham mendan 20 yil oldingi tajribasi bor odam hech kim bo'lgan. Undan men o'zimcha aqlli bo'lgan, men zo'rmanman. Baliq suvga tashlab qo'ysang bo'laveradi. Boshqa bo'laveradi. Yo'q, uni bo'lmasa kerak. Bunga ilmiy tomondan ham yondashish kerak ekan-da. o'shanda bu yil siz natijangiz bo'yicha sentner Sentner bir yil minimalga 40 sentner oldi. hozir Andijon